Bir vaqt bitta gap bo'lardi. Agar hamma o'qimishli bo'lsa, podani kim boqadi? degan gap bo'lardi. Dek, u gapni eshitgandan keyin, podani kim boqadi, haqiqati to'g'ri gap degan fikrga borardi. Aslida unday emas ekan. Hamma ishchilar ham o'ta yuqori sifatli malakali bo'lsa, o'sha podani boshqaruvchi cho'pon ham malakali bo'lsa, dronni qo'yib qo'yadi-da, masalan. Texnologiyadan foydalanadi. Dronni qo'yib qo'yadi, dron aylanib yurib, qo'ylarni chapga, o'ngga, qayerda rasmini oladi, qayerda o't, ko'k o't bor ekan deb, dron o'sha yoqqa qarab, nimani qo'y, podani o'sha yoqqa qarab suradi. Aqlli ishlaydi yani. Ha, ya'ni u hozirgi zamonda cho'pon ham aqlli, ilmli, bilimli bo'lgani yaxshi.